O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Toshkent shahridagi Xalqaro Westminster Universiteti, Nottingham Trent Universiteti va Britaniya kengashining O'zbekistondagi vakolatxonasi hamkorligida inklyuzivlik va tillarni o'qitish bo'yicha anjuman o'tkazdi. Ushbu tadbir Britaniya kengashining xorijiy tillarni o'rganishni rivojlantirish va ta'lim sohasida inklyuziv amaliyotlarni rag'batlantirishga qaratilgan keng qamrovli tashabbuslardan bir qismi bo'ldi. So today we're here at Westminster International University, Tashkent. Toshkentdagi Xalqaro Westminster Universitetida ingliz tilini o'qitishda inklyuzivlik yoki umuman oliy ta'limda inklyuzivlik mavzusidagi konferensiyada ishtirok etdik. Shunday qilib, bu konferensiya Britaniya hukumati tomonidan bizning Markaziy Osiyoda ingliz tilini o'rganishni tezlashtirish dasturimiz orqali qo'llab-quvvatlanmoqda. Britaniya kengashi hozirda Markaziy Osiyoning 5 ta davlatida ham bu kabi anjumanlarni o'tkazmoqda. So'nggi 7 oy davomida ishlab kelayotgan ushbu dastur doirasida Buyuk Britaniya universitetlariga Markaziy Osiyo universitetlari bilan hamkorlikda o'qituvchilarni tayyorlash va ingliz tilini o'qitishda inklyuzivlikni o'rganish uchun grantlar ajratdik. Bizning 7 ta hamkorligimiz bor va ulardan biri ushbu konferensiyada biz bilan birga bo'lgan Nottingham Trent universiteti. Ular Toshkentdagi Xalqaro Westminster universiteti va Bishkekdagi Arabayev nomidagi Qirg'iziston davlat universiteti bilan yana biri Ashxoboddagi Turkmaniston milliy jahon tillari universiteti va London Westminster universiteti bilan hamkorlikda faol ishlaydi. And so they've been investigating various aspects and trying to make sure that teaching practices are more inclusive. Mazkur tadbir davomida til o'qitish metodikasini takomillashtirish, inklyuziv, rag'batlantiruvchi va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratadigan innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etishga alohida e'tibor qaratildi. Bundan asosiy maqsad demak mintaqamizda Markaziy Osiyoda tillarni o'qitish va inklyuzivlikni birlashtirish, ya'ni mintaqamizdagi inklyuziv til ta'limining muhim rolini muhokama qilish va uni o'rganish. Chunki til shunchaki muloqot vositasi emas. Hammamiz bilamiz, bu turli madaniyatlarni bir-biriga bog'lantiradigan, tushunishni rivojlantiruvchi va birlikka yordam beruvchi ko'prikdir. O'qituvchilar sifatida biz o'qitish uslublarimizni inklyuziv, adolatli va barcha o'quvchilar uchun ularning kelib chiqishi va qobiliyatidan qat'iy nazar ochiq bo'lishimizni ta'minlashimizga mas'ulmiz. Dastur qiziqarli asosiy ma'ruzalar, fikrlashga undovchi taqdimotlar va interaktiv munozaralardan iborat bo'ldi. Asosiy mavzular qatoriga Markaziy Osiyoda yanada inklyuziv universitetlar barpo etish strategiyalari, akademik o'quv dasturlari orqali inklyuziv ta'lim haqida xabardorlikni oshirish hamda mintaqa bo'ylab ingliz tili o'qitish va inklyuzivlik borasidagi hamkorlik sa'y-harakatlarini tahlil qilish kabi muhim masalalarni o'zida qamrab oldi.